Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozun Alildi o'zining orzuli qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Tavshanzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Mazmun 8-asrning kirishi bilan Sadijin sepilining shimolidagi yayloqlarda hukm surgan Ko'kturuq xonligi zavolliqi yuzlanadi. Uyg'ur, Qarluq, Bosmil qabilalari birlashib bu xonliqni og'dirib tashlaydi. Shuning bilan milodiya 744-yili O'rxun Uyg'ur xonligi qurildi. Tang sulolasidan Anlushan boshchiligidagi to'polon ko'tarildi. To'polonchi qo'shinlar Tang sulolasining har ikki poytaxtini ishg'ol qildi. Podshoh Tangxuanzang Suchanga qochdi va podshohlik o'rnini o'g'li Tang Suzungga o'tkazib berdi. Tang Suzung Uyg'urlardan qo'shin avatib yordam berishni so'raydi. Uyg'ur qo'shini ilgari keyin bo'lib, ikki qitim o'ttir tuzanlikka kirib, Tang qo'shinlari bilan birlikda to'polonni bostirdi. Uyg'ur hukmdori bo'g'i qolgan Tang sulolasining poytaxti Chang'an shahrida Sog'di ruhoniylarining da'vat qilishi bilan Mani dinini qabul qildi va bu dinni butun Uyg'ur elida umumlashtirdi. 9-asrning 30-yillarida Uyg'ur yayloqlarida uda bir necha yilgacha ig'ir tabiiy ofat yuz berib, vabo tarqalib, nurg'un odam o'lib, chorva mollar qirilib ketdi. O'rtada to'polon ko'tarildi. Al ichi parakandchilikka to'ldi. Dal shu chaqda qirg'izlar 100 ming kishilik qo'shin bilan hujum qilib keldi. O'rxun Uyg'ur xonligi yemirildi. Uyg'ur aholisining asosli qismi Pantegin rahbarligida Tangritog' atroflariga chekinadi. Birinchi qism Botasun Boqa va Inachik Tay Uyg'ur xonligining tiklanishi. Birinchi bob Cho'ldagi karvon. Milodiya 741-yili yoz faslining oxirgi kunlari edi. Sadijin sepilining hayvatlik cho'ng darvozasidan chiqqan karvon osti qadamlar bilan shimol tarafga yo'l oldi. Karvonning bundoq oldirmay mengishidagi sabab shuki, qator tizilgan egiz choqliq kelangsiz harbularga dövi-dövilab ig'ir yuklar besilgan. Ularning usti qo'li terilar bilan yepilib, qil orqonlar bilan ching tortib bog'langan bo'lg'achqa, esil nasllik org'amoqlarga mingan 500 nafar qurolliq chavandosmi sur'atni tezlatmay salmoq harakat qilishga majbur edi. Tang sulolasi o'rdisining bir nafar yuqori darajalik amaldori bir to'p qo'riqchi cheriklarining hamrohligida karvonni uzatib chiqdi. Sapiringlar qutlug' bo'lsin. O'rxun boylarga tinch aman berishinglarga tilakdoshmiz. Dedi amaldor oldiga so'zilgan ikki qo'lini juplash bilan xo'shish ishorasi qilib. Teşekkür canaplari.
Salomat bo'linglar. dedi karvon beshi va o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, adab bilan egilib qo'ydi. Uzatquchilar kayniga yenib sepil darvozasidan kirib ketishdi. Karvon beshi etini chaptirib berib, safardoshlar sepining oldiga o'tdi. Bu egiz choqli qorvalarni qator tizib ketayotgan karvon ahlining taqi turuqi boyiqi uzatib chiqqan uzun yipak to'lliq amaldorg'ami. Uni qo'riqlab chiqqan yilqi savut va dubulg'i kiyishgan tabg'ach askarlarga mu zodi o'xshamaydi. Karvonchi chavandozlarning hammasi uchisiga uzunligi yo'tisining yerimiga kelgudak yung to'qilma yakdak. Xuddi shundoqli yung to'qilmishim putlarga yumran masi kiyishgan bo'lib, uzun o'sib ketgan sochlari shamolda uchib chechilib turadi. Hammasining chiroylari oftobda ko'yib qaraygan bo'lib, ko'chman yoyliq xalqiga xos qaysarligi ro'shan ifodalanib turadi. Faqat yilqi karvon beshining kiyinishi sal o'zgacha bo'lib, oqbuz yaktak ustidan qora seriq yilpiz terisidan tikilgan kolti jiletga va yana shundaqla yilpiz terisidan tikilgan shim kiygan edi. Uning sus qo'ng'ir uzun sochlari kaynidan qizil shalpar bilan chigivilingan edi. Qo'yiq o'sgan soqol bo'rtag'a onda-sanda oq sanjishga boshlagan. O'skilan qoshlari ostidagi ko'zlarida jangchilarda bo'lishga tegishlik jasurlik va oqillarda bo'lishga tegishlik o'ychanlik alomatlari orlashib ketgan edi. U o'zining qovul jadi etini devetib, boshqalardan xeyli oldiga o'tib yiroqlashib ketdi. Ay! Ay! Bo'tasin bo'qa! Kimdir birining uni o'nlik tovlab chaqirg'ini anglandi. Karvon beshi etining yo'rg'isini ostilatib orqaga qaradi. Ha, nim bo'ldi, inachtoy. Nimaga shuncha vaqiraysan? dedi oshu Bo'tasin bo'qi ismli karvon beshi o'zining kaynidan oqbuz etini tez chaptirib yetishib kelgan chavandozga ko'z tikib. Inachtoy ismli bu chavandozmi qaramaqa karvon beshi Bo'tasin bo'qi bilan tang dematlik kishi bo'lib, u yilpiz terisidan jiletga va shim kiygan edi. U o'xshashla uzun qora sochlarini kaynidan qizil shalpar bilan chigib olgan edi. Lekin u Bo'tasin bo'qidek qomatlik bo'lmasdan qo'rsoq selib qolgan xomsemiz odam edi. Shalong o'sgan soqol burutlardimi oq rang bir qadar ko'prak edi. Oy! Oy, Bo'tasin bo'qa! Qirg'anda yosh yigitlardek sho'xtiqing tutib ketdimi nima? Etingni nimanda tez chaptirsan? Bo'tasin bo'qa uningga qarab yosh yigitlardek jaranglik ovozda kulib ketdi. Inachtoymi javoban xirildab kulgili turdi. Ani yerine sig'indim, birodar Inachtoy. Orxon, Selinga, Tog'lar daryolarning yiqimliq shovqinlari quloqlarimga og'langandek bo'lib atidi. O'tagan tog'larning sop-salqin havosi dimoqlarimga urilayotgandek bilinib atidi. Hay, to'g'ri deysan Bo'tasin bo'qa. Biz texi tog' qoptonlaridagi qorlar erib bo'lmagan chog'da yurtimizdan ayrilgan edik. Hay, tabg'ach iliga bir berib qaytqucha mana kuzmi kirib qoldi. Ikki chavandoz ixtiyorsiz turda orqasiga burilib qarashdi. Sadichin sepili amdi xeyli orqada qolgan bo'lib, yiroqda xuddi tog' edirlar to'pisida to'lg'inib yotgan g'oyat zo'r va hayvatlik sirq ajdahodek grimsan suratlanib ko'rinadi. Egiz choqli qorvalardan sap tortib tuzilgan cho'ng karvon va bu harvlarni qo'g'dug'ichi qilich, o'xyallar bilan qo'rallangan oshu chavandozlar o'zlarining shimol tarafdagi ona makoniga, ya'ni qudratli ko'kturuq xalqiga tava yayloqlarga qarab, qadammu qadam, manzilmu manzil ilgirlab bormoqda edi.
Chavandozlar ichidan kimdir biri yuqori ovozda naqsha boshladi. Naqsha tekstida Botur Ko'ltegin va donishmand tuni huquqlarning qahramonlik ruhi madhiyalanadi. Naqshaga yana bir necha yosh chavandoz qo'shildi. Karvon ahli biroqli jonlanib ketdi. Naqshaning jo'shqin, mardona ohangi go'yoki kishilarning kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shayotgandek tuyuladi. Hash-bash deguncha bu uzun chashliq ko'kturik jangchilarining hammasi naqshchaga aylandi. Yuzlagan ko'kraklardan urg'ib chiqayotgan hayvatlik naqsha sadosi bulutsiz tiniq osmonga o'rlab chiqib, butun atrofni chang keltiribdi. Va holanki karvon beshi bo'tasun bo'qa naqshidan hozirlanmagandek ko'rinadi. U ixtiyorsiz turda egardan ko'tarilib, to'rt atrofga tez-tez ko'z yugurtkili turdi. Oy, yigitlar! Bo'ldi qilinglar! Naqshi etmanglar! Naqshini to'xtatinglar! Ha, nima bo'ldi bo'tasun bo'qa? deb so'radi uningga davomli yondashib kelayotgan hiliqi Inachuktoy degan kishi. Naqshi esak nimishqa bo'lmaydi? Bo'tasun bo'qa uningga qaramasdan chavandoz yigitlarga qo'lini shiltib, yana so'zlashni davomlashtirdi. Karvon, cho'lda yurganda tartibni saqlash kerak. Naqshi etishqa bo'lmaydi. Bularchi qaroqchilarga uchrab qolishimiz mumkin. Agar yaqin atrofda shundoq yomon niyatlik toiflar bo'lsa, naqsha ovozini anglab, bizning piyimizga tushidi. Yigitlar naqshini to'xtatdi. Poyonsiz cho'lda yana jimjitlik hukm surdi. Faqat ot tuyoqlarining tutuq duppirlashlari va orvichoqlarining g'ijirlashlari bu uzun karvon yo'lida odamlarning kelayotganligidan bishorat berdi. Sadijin sepali allaqachon ufuq siziqining keynida qilib, ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Karvonning oldi tarafidami tuzlang cho'l bilan ko'k osmon jipsilishib ko'rinadi. Inachuktoy karvon beshidan yana so'rashtirg'ili turdi. Bo'tasun bo'qa, mushundoq odamzotsiz cho'ldimi qaroqchilar bo'lishi mumkinmi? Sen nimani o'ylab shundoq deding? Karvon yo'llarda har vaqt hujumga uchirishimiz mumkin. Qitollar, Tatabila va yana har xil toifa qabilalarning o'lja izlab tumsuqlab yurgan harom tomoqlari hozirlar kelib qelishi ehtimoldan yiroq emas. Shu qitollardan qo'rqotamsan? U qiton, Tatabi deganlaring boshqa allarning karvonlariga hujum qilishi mumkin. Ammo bizda ko'kturuklarga chiqilishga asla jur'at qilolmaydi. Xotirjam bo'lgin. Safar ustida har xil o'ylamagan ishlar yuz berishi mumkin. Yanala ehtiyotchan bo'lgan tuzuk. Inachuktoy semiz gavdasini egar ustida bir yonga qiysoytib o'ltirib, o'zicha mulohiza yurgizishga boshladi. Anlashimcha bu yo'llarda so'g'diylarning karvonlari to'liq qatnaydi ekan. Lekin ular tijoratdan boshqani o'ylamaydigan mo'min xalq. Qitollar odatda bu taraflarga kelolmaydi. Menimcha, hozir hammadan bak quturab ketayotganlar Uyg'ur qabilalari. Lekin bo'tasun bo'qa, senmi Uyg'ur bo'lg'achqa, ulardan qo'rqmasangmi bo'ladi? Uyg'urni tilga olg'uchi bo'lma. Bo'lonchilik qiladiganlar ko'kturuklar yo'qmi? Mana men bir peshqadam karvonchi. Shuncha yillardan beri so'g'di savdogarlarning mollarini mush yo'llar bilan to'shib jon beqiyotman. Texi bir aqitimmi Uyg'ur qaroqchilarni uchirtib boqmadim. Hey, bo'ldi birodar. Inachuktoy karvon beshining so'zini bo'lib va xirildab kulish bilan uningga do'stona ravishda qaradi. Hey, bo'ldi birodar. Nimaga bunchalik qayib ketsan, ha? Biz sening bilan kichigimizdan tatibla bir yayloqda poda beqib, billa o'ynab cho'ng bo'lgan koni adashlarga. Hey, menga nimancha humiyib qaraysan? Menga odatdagi bir yollanma karvonchi. Lekin sen qog'onning ishongan odami.
Qolgan bagan 2000 otni tabg'ach iliga haydab opirib, mana endi bu harvulaga yipak raxtlarni besib qaytdik. Bu malni sen o'z qo'ling bilan qolganinglarga topshirib berishing kerak. Shundoq, albatta shundoq. Shundoq bo'lg'achqa, karvonning bexatarligiga mendan bakrak sen ko'ngil bo'lishing kerak. Shundoq, to'g'ri deysan. Hey, qaranglar! Bo'ri! Karvonning qiypash o'dulidagi yiroq yerda yolg'iz bir bo'ri oran ko'rinib turadi. U cho'lda tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan shuncha ko'p ot uloq va odamlarning harakatini bir pas ko'zitib jim turgandan keyin uchqandek yugurganicha birdamdalik ko'zdan g'oyib bo'ldi. Chavandozlar alohida jonlangan holda shodlik va tantanalik talaffuz bilan xitob qilishdi. Hey, ko'rdinglarmi? Bo'ri! Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Ina Chuktay karvon beshig'i g'olibona qiyofatda qaradi. Ko'rdingmi botasin buqa? Xuddi qadimki ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Shundoq. Ko'k tangri bizga shafoatini ko'rsatdi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Shundoq. Turkiy xalqlarining bo'riga bo'lgan e'tiqod kuchi karvon ahlini tangdossiz darajada ruhlantirdi. Darvaqa bu zo'r karvonning sadichin sepilidan tortib toki O'rxun vodisiga yetkuchi bo'lgan butun safari tinch, omon va o'ngishli bo'ldi. Ikkinchi bob: Yayloqdagi holliq. Bo'liq o'sgan yeshil o't cho'plar bilan qoplangan go'zal yayloq O'rxun daryosi bo'ylaridan boshlanib, o'zining xosiyatli quchqini kang yaygan edi. Yiroqdagi edirlarda to'p-to'p yilqilar o'tlab yuradi. Edirga yondashgan tuz joylarda cho'ng-kichik va ko'ni yangi kigiz uylar cho'qchiyib ko'rinadi. Edirlar orasidan 20 yosh chavandoz nasllik org'anoqlarini quyundek choptirib chiqib keldi. Kigiz uylar atrofida isht va mo'zaylar bilan o'ynab yurgan ushoq bolalar varang-churung qilishib ular tarafga yugurishdi. Tash o'choqlarda sut qaynatayotgan ayollarmu qo'llari bilan oftobni to'sib, otlarini shuncha tez choptirib ketayotgan chavandozlarning orqasidan qarab qoldi. Chimliqda yonpashlab yotgan erkaklarmu o'rinlaridan turib shu yoqqa nazar soldi. Bu qog'onning chaparmanlari, dedi bir oqsoqolliq bo'y. Shundoq, qog'onga xabar yetkazishga ketyapti, dedi yana bir charsoqolliq kishi. Hey, yana urush bo'ladimi? dedi uchinchi biri. Boshqalarmu so'z qaytishdi. Hey, hozir jahon tinch emas. Har qaysi qabilalar o'zaro chiqish olmaydigan bo'lib qoldi. Hamma yerda parokandichilik. Ko'ktiriklarning o'z ichidagi ba'zi urug'larmi qog'onga bo'ysunmayotdi. Demisimi, yaqinqi vaqtlardan beri kayni-kaynidan yuz berayotgan malmonchiliklar ko'ktirik xonliqini ansizchilikka silib qo'ygan edi. Endi gapni edirliqlar orasidan ochib turib chiqib kelgan yiliqi choparmanga yetkayli. Ular qog'onning yozliq bargohi qurilgan joyga yetib kelgandan keyin ko'zlari qizirib, qora targa cho'mgan orqamoqlaridan yerga sakrab tushdi. Rang-rang yovi gullar bilan qoplangan to'pilikdagi tuz yerga cho'ng-cho'ng 3 yipak chidir tikilgan edi. O'tturdagi chidirning yeniga tikilgan oltin ranglik bo'ri beshining shakli tushirilgan ko'k bayroq salkin shamolda asta lapildab turadi. Bosh chaparman, qaysi chidirga ko'rishim kerak deb o'ylab turib qoldi. Shu atrofda ko'zatchilik qilib aylanib yurgan navkarlardan biri qo'li bilan so'l yondagi gullik chidirni ko'rsatdi. Bosh chaparman qog'onning ishonchlik odamlaridan bo'lib, bu chidirlarga doim kirib chiqib turadigan bo'lg'achqa uni hech kim to'smadi.
u gullik chidirining ishkiga tortilgan rangdor yung to'qilma yopiqni qayirib ichkariga kirdi. Chidir ichiga bir keltirilib o't qashdek rangdor gilamlar silingan. Chidirning tirak va tuyruklari oltin rangda sirlangan. 4 oyog'i to'z shaklida yo'nib yasalgan ozodi kot ustiga qoplan eyiq terilari silingan bo'lib, uning ustida ko'kturuklarning qog'oni kashtilangan yo'g'on takiga yo'langan holda yonboshlab yotadi. U uchsig'i qizil ranglik uzun yipak to'n kiygan. Qo'yiq o'sgan uzun sochlari ustidan yana shundoq qizil yog'liq chigib olgan edi. Bosh choparman bosog'ida to'xtadi va o'ng qo'lini ko'ksiga ilib cho'nqur ta'zim qildi. Tang'rida qut bo'lmish, o'zmish qag'onga ma'lum bo'lsinki, Tabg'aj eliga ketgan karvon qaytib keldi. O'zmish qag'on ildirab qatdan tushdi va oq kiygiz paypoqlari bilan yumshoq gilamga dasib choparmanning oldiga keldi. Qani ula, ina chiqtay, darhol oldimga kirsin. O'tirdiki cho'ng chidirg'i boshlab kir. Bosh ustiga buyuk qag'onim. Choparman egilgan beti keynichi mengib chiqib ketdi. Hayol bo'lmay, yiliqi egiz chaqli qorvi karvani o'zmish qag'onning bargohiga kelib to'xtadi. Boyiqi choparman inek chuktoy bilan bo'tasin bo'qani qag'onning buyrug'i bo'yicha o'ttirdiki cho'ng chidirg'i boshlab kirdi. Bu chaqda o'zmish qag'on mushi chidirg'i yo'tkilib chiqib, to'rdagi oltin taxtda chosa qurib o'ltirgan edi. Kirguchilar ta'zim bajo keltirgandan keyin u yanada taqa solig'i chiqib turgan siyoqda ikki qo'lini tangla oldiga so'zdi. Kelinglar, o'ltiringlar. Ishkaylan oltin taxtning oldiga kelib, gilamga yukinib o'ltirishdi. Ina Chuktoy Chang'an shahrida bo'lib o'tgan otqa yipak tegishi sodisining amaliy ahvolini birma-bir so'zlab berdi. Tabg'ajlar bir otqa aran 15 top yipak berdi. Ozroqmi qo'shqili unimidi? Ularning qag'oni bilan ko'rishdinglarmi? Yo'qsa, ko'rishalmadik. Biz Tabg'aj amaldorlariga ko'p qitim iltimos qildik. Ular bizga zodili aniq javob bermadi. Ular bizni yaxshi kutdi, mehmon qildi, qimmatlik sovg'a salomlarni berdi, chiroyli gaplarni ko'p qilishdi. Lekin bizni o'zlarining qag'oni bilan ko'rishtirmadi. Birdam Tangri o'g'lining tavi yo'q desa, birdam Tangri o'g'li sizlarni keyin ayrim qabul qilmoqchi edi ishdi. Ish qilib, nima uchundir ularning qag'oni biz bilan ko'rishishni xohlamadi. Bu gaplarni anglab, o'zmish qag'onning beshi sangilab ketdi. Demak, hech qanday umid yo'q ekanda. Qag'onning bundoq umidsizlangan holini ko'rib, Ina Chuktoymo beshini sangalatdi. Bo'ldi. Chiqib ketinglar. Men vazifamni yaxshi o'rinday olmadim. O'zmish qag'on ön chiqmadi. Uning g'amkin ko'zlari gilam ustidagi noma'lum bir nuqtaga tikilgan edi. Ina Chuktoy bilan bo'tasin bo'qa cho'nqur egilib ta'zim qilg'ach, keynichi mengib chiqib ketdi. Ko'kturuk xolliqining oltin taxti qo'yilgan hayvatlik yipak chidir ichini surlik va ko'ngilsiz jimjitlik bosdi. O'zmish qag'on taxt ustida uzoqdan uzoq xiyol surib o'ltirib ketdi. Keyin asta qo'pib sirtqa chiqdi. Kuz kunlari kelib, havo xeyli salqinlab qolgan. Yiroq yaqindagi o't cho'plar sarg'ayishga boshlagan mazgil edi. Lekin qag'on go'yo issiqdan demi siqilib ketayotgandek bo'lib, o'ng yondan etiladigan uzun to'nining yoqasini kang echivatgan edi. Beshig'i chegilgan qizil tovar yog'liqini yulib olib, ikki qo'li bilan mechiqlig'ila turdi. Yaqin atrofda yurgan amaldor va navkarlar qag'onning xuddi bulut bosgan osmondek tutilib ketgan chiroyiga qarab, uningga yiqilishga jur'at qila olmay, iloj bor
o'zlarini chatga elishga tirishdi. O'zmish qolgan bu go'zal yoyliq manzarasini xuddi tunji qitim ko'rayotgandek uyoq bu yoqqa ko'z yugurtib qarab chiqdi. Ondan xuddi bosh bu yo'llari telib ketgan odamdek beshini kayniga tashlab osmonga nazar soldi. Asta laylab o'tayotgan oq bulutlarning orqasida yolg'iz bir go'shxo'r qush qanotlarini kang yeyib parvoz qilmoqda edi. Bu shunqormi yoki burkutmi? Shu qadar cho'ng xalqning oliy hukmroni bo'lgan o'zmish qolgan shu topda o'zini oshu yegona qushdek his qildi. Buyuk ko'kturik xalqining umumiy ahvoli kundan kunga osonlashmoqda. Bir qism urug' qabilalar xalqdan bo'linib chiqib ketdi. Yana bir qismlari texi rasmiy bo'linmagan bo'lsa-mu, o'zmish qolganga itoat qilmaydigan bo'lib oldi. Bo'libmi 9 o'g'iz xalqing xalqni mansitmay, biz Uyg'urlar o'zimizning xalqimizni tiklaymiz deb davrang silib yuribdi. Ular yana boshqa qabilalarni o'z yeniga tortib, kuch to'plab, o'rdaga olmon seliq to'lashni oshkora rad qildi. Ko'kturiklar ularga jazo yurishi qilsa, qo'shin chiqarib qarshilik ko'rsatdi. Ular yana Tobg'ash eliga elchilarni avatib, ular bilan savdo munosabati o'rnatib, kundan kunga beyib ketyapti. Aksicha, ko'kturiklar uzoqdan buyon Tobg'ashlar bilan dushmanlish holatini saqlab kelmoqda edi. Bundaq vaziyatda mubodo qabilalar ora urush bo'lib qolsa, ko'kturiklarning ustunlikni davomli saqlab tura olishi tas bo'ladi. Chunki Tobg'ashlar va O'rxun, Silingi yayloqlaridagi ba'zi qabilalar Uyg'urlarga madad berishi mumkin. O'zmish qolganning beshi qatdi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri o'zining qo'l ostidagi amaldorlardan biri bo'lgan Ina Chuktoy boshchiligidagi zo'r karvonni Tobg'ash eliga avatdi. Qolgan bu karvonni mundaq ikki maqsadni ko'zlab tayyorlagan edi. Birinchidan, karvon bilan avatilgan 2000 tuyoq xillangan otqa Tobg'ash elining esil yipak raxtlari va boshqa qimmatli buyumlarni tegishib, ichki majralar tufaylidan qo'rqitilib kelayotgan xazinani to'liqlash. Ikkinchidan, Tobg'ash eli bilan munosabatni yaxshilash va mumkin bo'lsa, ikki taraf hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yishi kerak edi. Afsuski, o'zmish qolgan Tong sulolasi podshohiga o'z qo'li bilan maktub yezib, Ina Chuktoy orqali avatgan bo'lsa-mu, Tangri o'g'li buningga javob qaytarmadi. Bu ishlarning hammasini xulosalaganda, ichki jihatdami ham tashqi jihatdami uzil-kesil yetim qolganligini mo'ljalligili bo'ladi. O'zmish qolgan yuragining qisilib og'irganligini sezdi. Uning ko'krigidan xuddi qayg'uliq yig'iga o'xshash bir xil bo'g'iq sado eshitilib chiqdi. Oradan bir necha kun o'tdi. Ina Chuktoyning yipak chidiri qolgan bargohidan ancha yiroq bo'lmagan yerdagi tuzlang o'tloqqa joylashgan edi. Chidir atrofida bir necha inak va mo'zaylar o'tlab yuradi. Yo'g'on ishki qori it chidir yenida so'ngak hojilab yotadi. Sal neridagi optob o'pdan tushadigan yerga kegiz silangan bo'lib, uning ustida Ina Chuktoy yam tashlab yotadi. Uning gullik tovar ko'nglak kiygan ayolimi shu yerda yengni ish qilib o'tiradi. Ina Chuktoy bo'yliq jadi etini yo'rg'ilitib kelayotgan bo'tasin bo'qini yiroqdala tonib oldi. Ay hay, Qadinas adash. Tinch turdingmi? Tening saqmi? Bo'tasin bo'qa etidan tushib uning bilan quchoqlashdi. Uy iching tinch bo'lsin. Bola chaqang omon bo'lsin. Ina Chuktoyning ayoli ularning oldiga dasturxon selib, qurut,
seriq may, qo'rilgan teriq bug'doylarni qo'ydi va sumruq surti tushirilgan tobg'ash chinillarga bo'zu qo'ydi. Balalar qo'y baqili ketdi. Zerikib o'ltiratdim. Kaginang bak yaxshi bo'ldi. Meningmi ichim pushib, sening bilan birdan paranglashay deb keldim. Bu ishkaylan bir yerga kelib qolsalar, gul qaqalari echilib gap tugamaydi. Bu qitimmo shundoq bo'ldi. Bo'zi ichgach, neri beridan uzoq mungdashgandan keyin Bo'tasun buqa mundaq dedi. Tobg'ashlarning shaharlari nima degan haybatlik, nima degan ko'rkam. Esingdimi? Esimda bo'lmaydi-ku. Ikkimiz Chang'anda turgan vaqtimizdami, ham karvon bilan qaytib kelayotgandiki yo'l ustidimi, bu haqda ko'p so'zlashgan-ku. Shundoq. Lekin men Chang'andan boshqa shaharlarga borgan. Bizga selishtirganda tobg'ashlar rohatda yashaydi ekan. Hamma odamning issiq uyi bor. Ular uylarida, qo'rolarda hunarvanlik bilan shug'ullanadi ekan. Shaharlarning sirtida dehqonchilik qilib ochliq yig'adi ekan. Ish qilib, ular yashashni biladi ekan. Ina Chuktoy beshini irg'itib, uning so'zlarini tasdiqladi. Bo'tasun buqa so'zini davomlashtirdi. Bugun sen bilan maxsus mushu haqda bir so'zlashib boqay deb keldim. Tobg'ashlar haqida so'zlashaydamsan? Yo'q, shahar haqida. Bizmo tobg'ashlardek shahar bino qilsak bo'lmamdi. Shahar bino qilsak demsan-a? Shundoq. Tobg'ashlar qurgandek shaharlarni biz nima uchun qura olmaymiz? Hey, adash. Bu gaping toza qamlashmay qoldi. Shahar qurib nima qilading? Biz degan chorvachi ko'chman xalq. Bizga shaharning nima keragi? Shaharda yilqi boqqili bo'lamdi. Chorvachilik qilib bo'lamdi. Ota-bobolarimizdan tortib yayloqlarda yashab kelyapmiz. Endi ko'chmanlik qilmay, tobg'ashlarni do'rab shaharlarda, yezilarda yetib olsak, ajdodlarimizning muqaddas ruhlari qo'rinmamdi, ha? Sen eng yaxshisi bundoq gaplarini qo'y. Ey adash, sen o'zingmi Chang'anda turayotgan chig'imizda shahar turmushi jannatga o'xshash bo'ladi ekan degan eding-ku. Hey adash, shahar degan har qancha yaxshi bo'lsa-mu bizga yarashmaydi. Shahar qurish, ochliq terish degan tobg'ashlarning ishi. Biz tobg'ashlarni do'risak bo'lmaydi. Ularmi o'zlari bilgancha yashayversin. Bizmi o'zimizning an'anamiz, urf-odatlarimiz bo'yicha yashaymiz. Men mushu fikrimni o'zmish qolganga aytib boqay deyman. Nima? Kollangning ketishidan qo'rqmamsan? Xalqning an'anaviy turmush odatlarini o'zgartiraman desang, qolgan senga ma'qul demdi. Nima bo'lsa-mu, qolgan bilan bir ko'rishib boqay. Sen meni uning yiniga boshlab akirgan. Hey. Bu bo'lmasmikin? Bo'tasun buqa. Obdan o'ylashib ish qiljimi? Sendan o'tinib qolay Ina Chuktoy. Mushu talabimni rad qilmag'in. Yomoni kelsa, hamma gapni o'z ustimga olaman. Seni hargiz balog'i qo'ymayman. Ma'qulamsa, qarg'anda bu niyatingdan yonmaydigan o'xshaysan. Ikki do'st otlarga minib bargoh tarafga mangdi. O'zmish qolgan yiliqi cho'ng yipak chidir ichidagi oltin taxtda o'ltirib, o'zining oldida yuginib o'ltirgan ikki do'stga g'amgin ko'zlari bilan sinchilab qaradi. Bu ikkisi qandoqdir yana biror ko'ngilsiz xabarni yetkazishga keldimi nima? Yana qandoqdir isyon to'g'riliq, yana qandoqdir mag'lubiyatlar to'g'riliq so'z demakchimi? Holbuki o'zmish qolgan Bo'tasun buqining shahar qurish to'g'risidagi gaplarini anglab, g'oyat zo'r taajjub ichida tengirqab qoldi. Nima? Shahar? Bu qandoq gap? Shaharning bizga nima keragi? Nima foydasi? Tanrida qut bo'lmish buyuk qog'onim. Shahar qurishning foydasi ko'p. Odamlar yozda salqin, qishda issiq uylarda turadi. Shahar atrofi egiz va mazmut sepillar bilan qo'rshalsa, yov qo'shinlari osonlikcha besib kirolmaydi. Sen bu aqlni nerdan topding, ha? Hey, bilarman karvanchi. Sen bizga
tabg'ach xotinlardek to'rt tomning ichiga solinib o'ltirishni o'rgatmoqchimi? Ha? Unda qilish o'zini o'zi halok qilish emasmi? Kimni ahmoq qilaman deysan, qopoqbosh? Buyuk qog'onim, men butunlay yaxshi ko'nglim bilan demoqchimanki, xalqimizning qudrati pishish uchun, masalan, tabg'achlar noit ko'p shaharlarni qurib chiqqachqa, biyib, kuchayib ketdi. Og'zingni yum, asi munofiq! Tabg'ach degan tabg'ach, biz degan turk. Bizningmi o'zimizning tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Tabg'achlar ko'k tangriga sig'inmaydi. Yer, suv ilohlari va muqaddas onamiz Olmayni tonimaydi. Ularning shaman, baxshilari yo'q. Ko'k tangri bizni keng yayloq, egiz tog'larda yashash uchun yaratgan. Botasun buqa gap qilolmay qetib qoldi. Inachukdaymi qo'rqindan so'g'uq targa cho'mib, g'al-g'al titrab ketdi. Yo'qol ko'zimdan! Qog'onning g'azablik ovozini anglagan ishga qo'riqchi jangchi chidir ichiga etilib kirib, Botasun buqini dorqiratib so'rgunicha sirtqa ochqib tashladi. Inachukdaymi olmon-talmon ta'zim qilib qechib chiqib oldi. 3-bob Ko'kturklarning oxirgi kunlari. Milodiya 742-yili yoz kuni. Botasun buqa o'zining kang tuzangi ishga qator qilib tizib qo'yilgan egiz chaqliq ko'tak horvillarini qo'rashtirib, sungan, buzilgan yerlarni jo'ndash bilan ovora edi. U qo'lidagi yo'g'on paltisi bilan horvilarning bo'shib qolgan joylariga shini qiqib, choqlarning temir chambarlarini yengidan mixlab, xeyli uzoqcha hapalashdi. Uning 9 yoshlik o'g'li Qudatmish otasiga yordamlashib, kerakli saymonlarni akilib berib va ba'zida horvining ustidan yerga sakrab, sho'xlik qilib o'ynamoqda edi. Botasun buqa turib uningga qarab kulimsirab qo'yadi. O'g'li yaqin kelganda omroqlikqa tutib, uning oq bo'z ko'ngligini tuzashtirib qo'yadi yoki uning do'lqinsimon budirlashib ketgan sarg'uch qo'ng'ir chachlarini silab erkalatib qo'yadi. Qutatmish, sen cho'ng bo'lganda nima ish qilasan, ha? Men cho'ng bo'lganda odor qizni olaman. Ha? Amsa tezroq cho'ng bo'l. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Nima? Olti yo'qmi? Unda bo'lsa, otqa tegishaylik, otqa. Qani, otlaringlar bo'lsa akilinglar, qanchalik bo'lsa olamas. Sizlarmi ziyon tortmaysizlar. Uyg'urlar, buyuk xalqimizning oltin taxtini tortib olish uchun vaqt qopti. Ko'kturklarning botir azimatlari ular bilan jang qilyapti. Uyg'urlar o'zmish qog'onga qarshi chiqibdi. Uyg'urlar bu tarafga besib kelib o'tibdi. Ey ko'k tangri, bizga madad bergaysan.